وأيهما أفضل قراءة بتدبر قليلة أم قراءة بلا Qur'onni ma'nosini tushunmay ko'p o'qish afzalmi yoki oz bo'lsa ham ma'nolarini tushunib o'qigan afzalmi? Biz aytamiz, Qur'onni ma'nolarini tushunmasdan ko'p tilovat qilgandan ko'ra, oz bo'lsa ham ma'nolarini tushunib o'qish afzal. Nima uchun? Chunki Qur'onni nozil bo'lishidan asosiy maqsad ma'nolarini tushunib amal qilish. Eng afzali Qur'onni ma'nolarini tushunib tilovat qilish. Ammo Qur'onni yod olish bu Qur'onni nozil bo'lishidan eng katta maqsad emas, balki maqsadlardan biri. Chunki Alloh Qur'onni yod olish, biz nozil qilinishdan bo'lgan maqsadlardan biri. Ammo Qur'onga amal qilish va hayotga tatbiq qilish eng asosiy maqsad. التعبد بما فيه وتقرب لله سبحانه وتعالى وتطبيقه فهذا هو المقصود الأعظم في هذا. Shuning uchun Qur'onga amal qilish har bir insonga farz. Ammo Qur'onni yodlash bu farzi kifoya. Yetarli odamlar yodlasa, qolganlardan soqit bo'ladi. إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الباقي. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم.